Assalomu alaykum. Darslarni davom etamiz. Keyingi instrumentimiz bu primaya va luch. Keling luchdan boshlaymiz. Luch bu ya'ni nur, nurning boshi bo'ladi hamda uning направленияsi ya'ni yo'nalishi bo'ladi. Yo'nalishiga qarab uni chizishimiz mumkin. Unda hech qanday opsiya bo'lmaydi. Umuman olganda unda faqat boshlang'ich nuqtani qo'yishimiz mumkin hamda o'sha yo'nalishni qo'yishimiz mumkin. Yo'nalishni qo'yayotganda orto rejimidan foydalanishimiz mumkin yoki ma'lum bir burchaklar ostida qo'yishimiz mumkin. Misol uchun 0 gradus yoki mana bu har 10 gradusda bo'lsa 10 gradusda yoki har 20 gradusda qo'yib ketishimiz mumkin. Rejimlar paytida bitta narsani aytib o'tish esimdan chiqibdi. Mana bu graduslar bizlarda пространство modelida misol uchun mana bu geodeziyada mana bu 0 hisoblansa, mana bu yer уже 90 gradus hisoblanadi. Bu yer 180 bo'lsa agar, bu yer 270 hamda bu yer 360 yana qaytadan 0 ga aylanib keladi. AutoCAD modelida esa salgina boshqacharoq. Misol uchun AutoCADda mana bu yer 0 hisoblanadi hamda bizlarga hisoblash soat o'qi bo'yicha teskari bo'yicha hisoblanadi. Mana bu yer misol uchun 90 gradusga teng AutoCADda. Bu yer esa mana bu yer 180 gradusga teng hisoblanadi. Pastki qismi esa 270 gradusga teng hisoblanadi. Shuni esingizdan chiqarmasligingiz kerak. Burchaklarni qo'yayotganda bu juda ham zarur hisoblanadi. Demak, qaytamiz. Burchaklarni misol boshqacharoq qilib, har 5 gradusga qilib, buni udalt qilib, nurni misol uchun 5 gradus, 10 gradus va hokazo o'zimiz xohlagancha mana bu aytganimdek 180, pastki qismi 270 hamda bu tomon yana 360, ya'ni 0 ga teng. Bitta pastroq qilsak 355 ga teng bo'ladi. Nur o'z shundan iborat. Bu chizish paytida juda ham keng foydalanamiz hamda tez-tez foydalanib turamiz. Keyingisi bu primaya, ya'ni to'g'ri chiziqqa o'tamiz. To'g'ri chiziqni ham boshi bo'ladi, ya'ni o'rta chizig'i hamda ikki tomonlama nur hisoblanadi. Bunda ham o'sha nurning hamma nastroykalari bor, faqat bunda ikki tomonlama nur hisoblanadi. Bundan tashqari primaya, ya'ni to'g'ri chiziqning sub opsiyalari mavjud. Uni tanlaganimizda mana bunday sub opsiyalar paydo bo'ladi. Birinchisi, ya'ni vertikal to'g'ri chiziq chizish, gorizontal, ya'ni bunaqasiga to'g'ri chiziq chizish. Buni belgilasak, shunchaki tayyor to'g'ri chiziqni, ya'ni primayani bironta nuqtaga qo'yishimiz mumkin. Misol uchun mana bu yerga primayani qo'yishim mumkin. Enterni bosamiz yana bir bor hamda endi vertikalnisini ko'ramiz. Bunda vertikal tarzda bizlar to'g'ri chiziqni chizish imkoniyati paydo bo'ladi. Hammasi oson va tushunarli. Menimcha shunday deb o'ylayman. Qiyin joyi yo'q. Keyingisi ugl. Ugl bu o'sha nolimizdan ma'lum bir miqdorda, masalan bu aytganimdek quruq bo'lsa, mana bu yer 0 bo'lsa agar, nolimizdan ma'lum bir miqdorda ugl olib, mana bunaqa bisektrisa, ya'ni primaya chizishni belgilaydi. Misol uchun mana bu taxminan hozir 35 ga teng bo'ldi. Hozir shuni chizib ko'ramiz. Nurni to'g'ri chiziqni belgilayman hamda ya'ni primayani uglni olib 35 deyman. Ko'rib turganingizdek, hozir chizganimizdek 35 gradus qiyalikda bizlarga primaya chizildi. Keyingi sub opsiyamiz bu bisektrisa.
Bu bisektrisa uchun bizlarga ikkita chiziq kerak bo'ladi. Ya'ni bisektrisa geometriyadan ma'lum bitta burchakning qoq o'rtasiga bisektrisa deyiladi. Ya'ni misol mana bu ikkita chiziq bo'lsa, mana bu yerda burchak bor. Ana shu burchakning o'rtasi bisektrisa aytiladi. Bu esa ana shu opsiya bizlarga ana shu ikkita obyektning o'rtasidan bisektrisa orqali to'g'ri chiziq chizishni imkoniyatini beradi. Buning uchun uglini, ya'ni burchagini belgilaymiz. Birinchi tomonini hamda ikkinchi tomonini belgilaymiz. Hamda ana shu obyektlar o'rtasida bizlarga bisektrisa yasaladi. Keyingi subopsiya bu otstub. Buni bosganimizda otstub o'zi ma'lum bir masofa tashlash degani. Otstubni bosganimizda otstubni miqdorini so'raydi. Misol uchun 50 deb bosaman hamda bizlardan bironta obyektni belgilashimizni so'raydi. Masalan, bu birinchi linear obyekt. Biroq to'g'ri chiziq bo'lgan obyektni belgilang hamda o'sha obyektdan masalan mana buni belgilasam 50 mm tashlab bizlarga ana shu obyektga parallel bo'lgan to'g'ri chiziqni chizadi. Belgilasam bu tomonga, qaysi tomon, yoki bu tomon yoki ichkari yoki tashqari qismga deb so'rayapti. Men tashqari qismni aytsam, mana bularning orasida hozir 50 mm joy hosil bo'ldi. Proverka qilaman. Ko'rganingizdek 50 mm dan keyin menga kesim, ya'ni to'g'ri chiziq primaya chizdi. To'g'ri chiziq hamda primaya shulardan iborat. Hozir uni ish jarayonida nimaga kerak bo'lishini ham ozgina ko'rsatib o'taman. Misol uchun bizlar cherchojlarda, ya'ni razrezlardan tashqari fasad qilayotganda ham asosan undan juda ko'p miqdorda foydalanamiz. Misol uchun bitta qog'ozda chizmamiz bo'lsa, ikkinchi qog'ozga aniq shu atmetkalar bo'yicha chizish uchun bizlar mana shu primaya yoki luchdan keng ko'lamda foydalanamiz. Hozir menga gorizontalni kerak. Shu yerga qo'yaman. Misol uchun birinchi va ikkinchi etajlarini, pollari, patoloklarini topib olish uchun yondagi qog'ozimizga yoki yerning o'rimini ham topib olish uchun, misol uchun mana bu yerda yer bo'lib davom ettiraman yangi qog'ozga chizish uchun keyingi qirqimlarni, ya'ni razrezlarni. Bular tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Boyagi joyga qaytamiz. Buni esa unpin qilamiz. Luch hamda primaya shulardan iborat. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr.